Inson qadri avvalo ona va bola salomatligiga bo'lgan e'tibor bilan o'lchanadi. Tibbiyot kasallikning oqibati bilan emas, uning sababi bilan kurashyapti. Skrining adashgan paytlar ham bo'lganmi? 100% kafolatni hech kim bermaydi. Mana hozir juda muhim bir gap aytdingiz. Sun'iy intellektga ishonamizmi, doktorlarga emasmi degan tushuncha. Sun'iy intellekt bizga shifokorlarga yordami assistent sifatida tegadi. Masalan, o'sha poliomiyelit vaksinasi kashf etilishidan oldin hamma poliomiyelit shol bo'yishganda. Sog'lom bolamga hozir o'sha vaksina bilan kasallantiramanmi? Sog'lom bola tug'ilishi bu faqat bir oilaning quvonchi emas, bu butun jamiyatning yutug'i. Ona va bola salomatligi bu bizning kelajagimiz, yurtimizning ertasi demakdir. So'zimiz isbotini ko'rsatuvimiz avvalida efirga uzatilgan rolikda ham ko'rishimiz mumkin. Xayrli kun yaxshilar. Bugun biz ona va bola salomatligi millat genofondining kafolati mavzusida mutaxassislarga gapiring deymiz. Assalomu alaykum. Inson qadri avvalo ona va bola salomatligiga bo'lgan e'tibor bilan o'lchanadi. Tibbiyot kasallikning oqibati bilan emas, uning sababi bilan kurashyapti. Skrining adashgan paytlar ham bo'lganmi? 100% kafolatni hech kim bermaydi. Mana hozir juda muhim bir gap aytdingiz. Sun'iy intellektga ishonamizmi, doktorlarga emasmi degan tushuncha. Sun'iy intellekt bizga shifokorlarga yordami assistent sifatida tegadi. Masalan, o'sha poliomiyelit vaksinasi kashf etilishidan oldin hamma poliomiyelit shol bo'yishganda. Sog'lom bolamga hozir o'sha vaksina bilan kasallantiramanmi? Nafaqat bizning yurtimizda, balki butun dunyoda o'zi inson qadri avvalo ona va bola salomatligiga bo'lgan e'tibor bilan o'lchanadi. Bitta statistikaga ko'zim tushdi. So'nggi paytlarda o'sha tug'ma kasalliklar bilan tug'ilayotgan bolajonlar soni ko'paygani haqida. Bu nima bilan bog'liq? Bu o'sha diagnostikani yaxshilangani bilanmi, statistika ko'paygani, axborot maydonidagi xabarlar bilan bog'liq holatmi? Bu nuqsonlar oldindan ham bo'lib kelgan, lekin bu nuqsonlarimizni aniqlovchi diagnostika yaxshi rolga qo'yilmagan edi. Hozir juda ham skrining sentrlarimiz yaxshi ishlashyapti. Ularda birinchi skrining, ikkinchi skrininglarda bu nuqsonlarni erta aniqlab, homilador ayollarimizga agar kerakli ko'rsatmalar berilyapti, ya'ni juda ham ko'p nuqsonli ayollarimiz bo'lsa, bu ayollarimizga homiladorlikni erta muddatda to'xtatishni tavsiya qilinmoqda. Bu ham bo'lsa ayol roziligi bilan. Bizning Respublika perinatal markazimizda ham neonatal xirurgiya bo'limida tug'ma nuqsonlar korreksiya qilinadi. Agar bu ayollarimizni nuqsoni korreksiya qilib bo'ladigan, ya'ni bu kelajakda tug'ilgandan keyin bu yordam ko'rsatilsa, sog'lom bo'lib ketadigan farzandlar bo'ladigan bo'lsa, bu ayollarimizga ko'rsatma berib, ularni tug'rug'i nazoratga olinadi. Mana hozir siz gaplaringizdan xulosa qilish mumkin. Bugun tibbiyot kasallikning oqibati bilan emas, uning sababi bilan kurashyapti. Umuman bugun yurtimizda tug'ma nuqsonlarni qancha muddat oldindan aniqlash imkoniyati bor va necha foiz aniqlik? Tug'ma nuqson bor yo'qligini xavfi har doim bo'ladi. Chunki tug'ma nuqsonlarga sabab bu bir ikkita emas, uni sababi ko'p. Birinchi sabablardan biri bu ayollarimiz homiladorlik vaqtida virusli infeksiyalarni o'tkazishi. O'tkir virusli infeksiyalar nuqsonlarga asosiy sabab qarindoshlik orasidagi nikohlar sabab bo'ladi. Hozirgi bizning skrining markazlarimiz juda ham rivojlangan. Bu markazlarimizda 80-90% gacha hozir aniqlab berishyapti. Achinarli holatki, ayrim homilador ayollarimiz bunga ishonmasdan homiladorlikni davom ettirmoqda. Oxirida juda ham ko'p nuqsonli bolalarimiz tug'ilishi ham ko'rilib turibdi. Bu nuqsonli bolalarimizga ham yuqori malakali yordam ko'rsatiladi. Bizning perinatal markazimizda tug'ilishi bilan neonatal xirurglarimiz kerakli chora-tadbirlar, amaliyotlarni o'tkazishadi. Yuqorida aytib o'tdingiz, 70-80% ga diagnostika aniqlab beradi. Lekin mana shunday holatlar ham bo'lganmi? Ya'ni skrining adashgan paytlar ham bo'lganmi? 100% kafolatni hech kim bermaydi. Juda ham ayollarimiz orasida vohmaga tushadi. Ularni skrining qog'ozida
masalan Down kasalligi riski yuqori deb yozib berishadi. Ular o'ylaydi, уже Down bo'larkan deb o'zlisi vohmaga tushib, siqilib, asabiylashib yurishadi, lekin bu bolalarimiz sog'lom tug'ilishadi. Tekshiruv paytiga o'z vaqtida borilsa, bu tekshiruvlarni yuqori samaradorligi, yuqori protsentga javob berishi homiladorlikda qaysi davrida, haftasida aniqlanishiga, murojaat qilishiga ham juda ham katta. Agar homiladorimiz shu skrining markaziga murojaat etganda yengil shamollashlar bo'lsa, yengil o'zida o'zgarishlar organizmda bo'lib turgan vaqtda ham bu analizlarni topshirsa, bu ham ozgina noto'g'ri ko'rsatkichlar berishi mumkin. Endi siz boya aytdingiz-ku, ko'p ayollar ishonishmaydi mana shu diagnostikaga va farzandni dunyoga keltirishadi. Aynan mana shu sabab ham bo'lishi mumkin-da o'sha ishonmaslikka. Ya'ni o'sha kimdir dugonasi, kimdir singlisi, mana menda ham Down degan edi, lekin mana sog'lom farzandni dunyoga keltirib turibman degan. Noaniq ma'lumot yetkazish bitta sabab, ikkinchisi noto'g'ri tushunish. Bu haligi skrining nafaqat ko'rinib turgan kasallik bilan birgalikda ehtimoliy kasalliklarni ham aytadi. Riski yuqori, gendan kelib chiqadigan kasalliklarni ham aniqlab. Down kasalini to'liq diagnoz qo'yishi hali bu tug'masdan uni iloji yo'q. U tug'ilgandan keyin bolada genetiklar orqali qo'yiladigan diagnoz moyilliklar faqat aniqlanadi. Moyilliklar faqat shu moyillik bor, yo'qligi aniqlanadi. Bu ayollarimizdan so'rab qolardik. Bitta specialist emas, bittasiga borsizlar, ikkinchisiga borsizlar, uchinchisiga borgandan keyin o'zi bitta xulosa qilish kerak. Ha, bu tovushlar ortida jajjigina, beozor chaqaloqlarning hayoti turibdi. Ularning ba'zilari juda erta dunyoga kelib, yashash uchun kurashayotgan bo'lsa, boshqalari esa tug'ma muammolar bilan dunyoga kelgan. Birgina Respublika perinatal markazining o'zida oyiga 10 ga yaqin mana shunday chaqaloqlar dunyoga keladi. Markazdagi eng kichkina chaqaloq esa 500 grammdan ortiqroq vaznda tug'ilgani aytilmoqda. Bo'limizda eng kichkina tug'ilgan chaqaloq 598 gramm bo'lgan. Bola uchun tug'ruqzorlarimizda erta sipap, test sistemalar mavjud. Issiqlik manbai ostida bola yotadi. Bizda yana portativ rentgen apparatlarimiz bor, UZI apparatlarimiz bor. Bu deganiki bolani joyidan qimirlamatgan holda bizlar kerakli dori-darmonlarni qilamiz va endi agar 500 grammlik bola haqida gapirsak agar, bu bola kamida 1 oy yotadi, lekin undan ko'p ham 2 oy, 3 oy yotgan bo'lgan. Chunki bu bola kerakli shu vaznga yetib olishi kerak. Shifokorlarning ta'kidlashicha, chaqaloqlarning erta dunyoga kelishining bir nechta sabablari bor. Ko'pincha bunaqa kichkina bolani tug'ilish sababi bu onani ekstragenital sabablari bo'ladi. Bu deganiki, bizlarda onalar ko'pincha homilador bo'lish uchun kerakli tayyorgarlik ko'rishmaydi, sog'lig'iga e'tibor bermaydi. Ko'pincha bizning ayollar ketma-ket kerakli intervalni saqlamagan holda har yili tug'ishi hisobiga bunaqa kichkina chala bolalar tug'iladi. Mana bu inson esa 10 yildan oshiq vaqtki chaqaloqlar reanimatsiyasida faoliyat olib boradi. O'zlariga sezdirmay hamshiraning suhbatlarini oldik. Hozir shunda nima bo'lgan bunga? Bu vaqtda oldin tug'ilgan. Davleniya hisobiga onada baqirishadi. Prosta davleniya oshib ketganda bolaga bir zararli qonlar ko'p o'tib ketadi, o'shancha vaqtda tug'dirib olishadi bolalarni. Bir hafta bo'libdi-da. Sizga qiyin emas bularga qarash? Yo'q, men yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz? Qancha, ya'ni shu paytgacha nechta shunaqa chaqaloqqa qaragansiz? Men 10 yildan oshib. 10 yildan oshib. Bolaga qarashni boshlaysiz-ku, bolani his qilish kerak-da ona. Hamma bola keladi, zo'r chiqib ketadi deyolmaysiz. Kimdir qoni bilan problema bo'ladi, kimdir oshqozoni bilan, ichida har xil. Shularni oldindan bilish kerak-da mana. Kelasiz, bolani qabul qilganingiz nimadir yoqmayapti, sirali biz vrachga ketadi. 500 grammdan oshiqroq vaznda tug'ilgan chaqaloqni davolab, uni hayotga qaytarish bitta qahramonlik bo'lsa, Farg'ona viloyatida farzandini dunyoga keltirgandan so'ng og'ir yurak nafas yetishmovchiligi sabab 10 kundan oshiq vaqt hushsiz yotgan onaning hayotini saqlab qolish shifokorlarning yana bir yutug'idir. 10 kun hushsiz bo'ldim, keyin farzandimni qo'lga oldim deydi chaqaloqning onasi. Meni hayotimni saqlab qolish uchun harakat qilishgan hamma vrachlarimizga, ginekolog vrachlarimiz, doktorlarimiz hammalariga, o'rta tibbiyot xodimlari, kichik tibbiyot xodimlariga rahmat.
Hammalari o'z yaqinidek qarashdi. Hammalariga rahmat aytaman. Hozirgi paytda o'zimni ham, farzandimni ham holati juda ham yaxshi. Ha, reanimatsiya shunday joy. Bu yerda har bir insonning taqdiri hal bo'ladi. Farzandini mana shu uskunalar ichidan olib bag'riga bosishga intiq bo'lgan onalarga ham sog'lik va sabr tilaymiz. Mamlakatda 17 milliondan ortiq xotin-qizlar va 13,3 million bolaga xizmat ko'rsatuvchi yuzlab tug'ruq va pediatriya muassasalari mavjud. Bunday keng tarmoqni samarali boshqarish juda ham qiyin. To'g'ri, tibbiyotda bartaraf etish kerak bo'lgan kamchiliklar talaygina, lekin o'ziga yarasha yutuqlarga ham erishyapmiz. 2024-yilda Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazi tashkil etildi. Bu markazning ahamiyati nimadan iborat? Ona va bola salomatligi yo'lida amalga oshirilayotgan so'nggi yutuqlar haqida gaplashsak endi. Tarqoq tizim o'rnida homiladorlikka tayyorgarlikdan boshlab homiladorlik davri va tug'ruqni to'liq qamrab oladigan bir yaxlit tizim natijada ro'yobga chiqdi. Bu homilador ayollarni bitta maskanda skrining tekshiruvi, reproduktiv salomatligidan boshlab so'ng skrining tekshiruvlari, so'ng antinatal parvarish va bexatar tug'ruq va tug'ruqdan keyingi parvarish yo'llari, qolaversa ko'krak suti bilan muvaffaqiyatli boqish bo'yicha, chaqaloqni parvarishlash bo'yicha barcha bilimlarini qamrab oladigan bir markazga aylandi. Kimlar borsa bo'ladi bu markazga? Bu markazga tug'ruqni rejalashtirayotgan ayollar boradi, homilador ayollar boradi va tug'ruqdan keyingi davrda kam vazirli chaqalog'i tug'ilgan onalar ham murojaat qilishadi. Ya'ni o'z ixtiyoriy ravishda emas, ma'lum bir shifokorlar yo'naltirilgan taqdirda jo'natiladi u markazga, to'g'rimi yoki borsa bo'ladimi? Barcha poliklinikalar, oilaviy poliklinikalar tomonidan yo'naltirilgan holatda borsa ham bo'ladi va to'g'ridan-to'g'ri murojaat ham qilsa bo'ladi. Davlatimiz ustuvor vazifalaridan biri bu yo'nalishda bolani nafaqat tug'ilguncha, undan keyin ham sog'lom parvarish qilish. O'sha masalani biz hozir bu yerda muhokama qilyapmiz. Tug'ilgandan keyin bolalarimizni sog'lom, jismoniy sog'lom bo'lib voyaga yetishlari uchun xizmat ko'rsatadigan yana qanday markazlar bor? Perinatal markazlarimiz takomillashtirildi. Ya'ni ularni har bitta viloyatda perinatal markazlari ochilgan. Bundan tashqari viloyatdan tashqari har bitta rayonimizda bu rayonlar aro perinatal markazlar 46 ta yo'lga qo'yildi, ochildi. Bu 46 ta perinatal markazlarimiz ham zamonaviy uskunalar bilan, apparaturalar bilan ta'minladi. Endi bu perinatal markaz deganda bu ma'lum bir xavf guruhi bor ayollarni o'ziga qamrab oladi. Perinatal markazida 22 haftadan boshlab 28 kunlikgacha bo'lgan chaqaloqlarimizda nazoratda turiladi. Bu ayollarimiz homiladorlik vaqtidan boshlab tug'guncha, tug'gandan keyin ham nazoratda turiladi. Bizning bolalar milliy tibbiyot markazi aynan shu perinatal markazlardan, skrining markazlaridan, tekshiruvlardan o'tgan, ammo ayrim nuqsonlari bilan tug'ilib qolgan bolalarga ularning asorati bilan kurashda yordam beradi. Bizning markaz xalqaro darajadagi sertifikat bilan tasdiqlangan. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 2017-yilda tamal toshi qo'yilgan. Shifokorlarimiz Koreya Respublikasida o'qib, malaka oshirib kelishgan. 2021-yildan beri faoliyatini olib boradi. Hozirgi kungacha O'zbekiston Respublikasidagi eng murakkab operatsiyalar, eng murakkab amaliyotlarning barchasi bizning markazda amalga oshirilmoqda. Bolalar uchun. 2024-yil Arfan kasalliklari markazi tashkil qilindi. Qanday kasalliklar? Arfan kasalliklari bu kamyob uchraydigan kasalliklar hisoblanadi. Asosan nasliy kasalliklar hisobiga odatda 10 million aholidan bittasida uchraydigan kasallik hisoblanadi. Hozirgi kunda markazimiz tomonidan ochilgan ushbu Arfan kasalliklari markazi bir oy davomida 600 ga yaqin bolalarga xizmat ko'rsatishga tayyor. Bizning bo'limda aynan genetiklarimiz faoliyat olib borishadi. Genetiklar tomonidan ushbu kasalliklarga aniq tashxis qo'yish, ularni hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Endi mana boya siz yuqorida aytib o'tdingiz, o'ziga xos bir tug'ruq klasteri joriy qilingan va mana shu klaster tizimiga o'tishi infratuzilmada qanday o'zgarishlarga olib keldi? Mamlakatimizda ushbu tizimni rivojlantirishda juda katta ishlar amalga oshirildi. Bu demak 231 ta markazlarni to'liq jihozlanishi. UNICEF, UNIFPA xalqaro tashkilotlar va bizning vazirlik tomonidan
juda katta ishlar amalga oshirildi. Oddiy kuvezdan tortib to'liq jihozlanishi mana selsever apparatlarimiz, bundan tashqari o'quv jarayonlari yo'lga qo'yildi. Mamlakatimizning har bir viloyatiga borib tibbiyot xodimlari shu jihozlar bilan ishlash jarayonigacha o'rgatib chiqildi. Ularni qanday ishlatish, ularni qanday zararsizlantirish, qanday ular bilan muomalada bo'lishgacha o'rgatilib kelindi. Bundan tashqari barcha markazlarimiz akkreditatsiyadan o'tib kelishmoqda. Mana Samarqand viloyati, Andijon viloyati, Respublika ona bola markazlari xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazildi. Bu ham bir katta yutuqlarimizdan biri. Sohada sun'iy intellekt yo'lga qo'yilmoqda. Mana hozir juda muhim bir gap aytdingiz, sun'iy intellekt joriy qilinyapti. Bu har xil talqin qilinishi mumkin bu gapingiz. Ya'ni biz bundan buyog'iga sun'iy intellektga ishonamizmi, doktorlarga emasmi degan tushuncha yoki umuman sohaga sun'iy intellektni joriy etilishi xavfli emasmikin? Axir inson taqdiri bor bu yerda degan e'tirozlar yoki muhokamalar bo'lishi mumkin. Hozir bu savolga bu yo'nalishda javob berish uchun uni o'ziga murojaat qilamiz, sun'iy intellektni o'ziga. Donoxondan so'rab ko'ramiz. Donoxon, aytchi, sun'iy intellekt texnologiyalarini tibbiyotga joriy etishning afzalliklari va xavflari nimalar? Sun'iy intellekt texnologiyalari tibbiyot sohasini rivojlantirishda muhim qadamdir. Avvalo, u shunday deydi: tashxis qo'yish jarayonini yanada aniq va tezkor qiladi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali sun'iy intellekt kasalliklarni erta bosqichda aniqlashga yordam beradi. Bu esa davolash samaradorligini oshiradi. Shuningdek, u shifokorlar ish yukini yengillashtirib, vaqtni tejaydi hamda har bir bemorga individual yondashuv asosida davo rejasini tuzish imkonini beradi. Ilmiy tadqiqotlarda ham sun'iy intellekt yangi dorilar va davolash usullarini tezroq yaratishga xizmat qiladi. Biroq bu texnologiyalarning ayrim xavflari ham mavjud. Bemorlar ma'lumotlarining maxfiyligini ta'minlash masalasi ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, texnologiyalarga ortiqcha qaramlik inson omilini kamaytirib, shifokorlar rolining pasayishiga olib kelishi ehtimoli bor. U sun'iy intellekt buyurgan dorilarni ham 100% ichib bo'lmaydi. Bu dorilarni ham hozir aytib o'tganimizdek sun'iy intellektga to'liq ma'lumot kiritilmagan bo'lishi mumkin. O'zimizning klinik tashxis, ya'ni kasallikning alomatlariga qarab o'zboshimchalik bilan sun'iy intellektdan foydalanish yaramaydi. Bu borada o'sha mutaxassisni murojaat qilib undan yordam olgani to'g'ri yechim. Shu tekshiruvdan o'tib Sun'iy intellekt bizga shifokorlarga yordami assistent sifatida tegadi. Ya'ni biz unga berayotgan ma'lumotlarimizni to'g'ri kirgizib bersak, u bizni ish yuklamamizni ancha kamaytirib beradi. Hozirgi xirurgik amaliyotlarchi sun'iy intellekt yordamida qilinayotgan. Xirurgik Da Vinci apparatlari bor, ya'ni robot apparatlari, ularni ishlatish uchun 5G tarmog'idagi juda katta tezlikda ishlaydigan internet zarur. Undan tashqari, uni masofadan boshqarish uchun o'sha shifokorni amaliyoti katta bo'lishi kerak. Chunki agar mabodo internetni tezligi sust bo'lib, bu yoqda bajarilgan harakat u yoqda tengma-teng muddatda bo'lmasa, odatda noxush holatlarga olib kelishi mumkin. Real vaqt rejimida olib borish kerak. Bitta savol tug'iladi. Sun'iy intellekt joriy qilinsa, demak ish o'rinlari qisqarib ketadimi? Yo'q, aksincha qisqarmaydi, yana ham takomillashadi. Shifokorlarga yana ham yaxshiroq o'z ustida ishlashlariga talab tug'iladi. Hozir bizda sun'iy intellektdan ham ko'proq raqamlashtirish, ya'ni hozir vrachlarga ko'proq yordam bo'layotgan, masalan, poliklinikada birinchi zvenodan boshlanib raqamlashtirish, ya'ni demet sistemalarda mana ishlash boshlandi hozir. Undan tashqari telemeditsina juda ham rivojlanmoqda. Telemeditsinani ham juda ham foydali tomonlari bor. Viloyatlarimiz bilan biz muloqotga chiqib, viloyatlarimiz bilan konsilium o'tkazib, shu kasallarni birga muhokama qilib, davolash choralari oldin sanaviyatsiyalarda borib, vrachlarimiz borib, professorlar borib ko'rik o'tkazilardi konsiliumlar. Hozir konsiliumlarni shu telemeditsina orqali kasalliklarni aniqlab, ularga to'g'ri tashxis qo'yib, ayollarimiz sog'lig'ini mustahkamlashga ko'p. Bu bo'yicha qo'shimcha kiritib o'tmoqchiman. Bizning markazimiz direktori Baxtiyor Yadgarovich tomonidan prezidentimizni o'sha farmonlarini ijro qilish maqsadida viloyatlarda ushbu muammolarni joyida hal qilish masalasi bo'yicha haftada bir marotaba aynan bitta chekka tumanlar tanlab olinadi va u yerda tibbiy ko'riklar tashkil qilinadi. Tibbiy ko'riklarda o'sha hududga zarur bo'lgan mutaxassislar brigadasi tashkillashtirilib,
u yerda maksimal darajada hattoki operatsiyagacha amaliyotlarni amalga oshirib, markazda Toshkent shahrida qilinadigan amaliyotlar hattoki viloyatlarda, chekka tumanlarda ham amalga oshiryapmiz hamda u yerdagi shifokorlar bilan uzviy aloqada bo'lib turib, ushbu amaliyotlarni viloyatlarda tatbiq qilish bo'yicha ham tushuntirishlari olib boriladi va haftalik hisobot davomida bu bo'yicha konsultatsiyalar qancha qilindi, qancha telemeditsina amalga oshirildi, shu bo'yicha bizlar ma'lumot berib boramiz. Mavzu muhokamasi yuzasidan Qashqadaryodan tayyorlangan lavhamiz bor. Hozir tomosha qilamiz. Qashqadaryo viloyatida joylashgan ona va bola salomatligi markazi hudud aholisi uchun muhim tibbiy maskanlardan biridir. Ushbu markaz zamonaviy talablar asosida qurilib, onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan keng qamrovli xizmatlarni taqdim etadi. Bu yerda nafaqat davolash, balki profilaktika va erta tashxis qo'yish ishlari ham yo'lga qo'yilgan. Skrin markazi, reproduktiv markazi va perinatal markazi bitta bo'lib, hozir ona bola markazi tashkil qilingan. Hozirgi kunda markazda mana shu 22 haftadan boshlab 28 haftagacha bo'lgan chala tug'ilgan chaqaloqlar hamda onalarda ekstragental kasalligi bor bo'lgan ayollarga biz xizmat ko'rsatamiz. Markaz 2023-yilda yangi majmua sifatida foydalanishga topshirilgan bo'lib, zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan. Bu yoqda chaqaloqlar 500 grammdan to vazni 1800 gacha bo'lgan chaqaloqlarni parvarish qilamiz. Tug'ilgandan to 28 kungacha, 1 oygacha yotish mumkin. Ikkita bolaga bitta hamshira mo'ljallangan. Ayniqsa neonatologiya bo'limi orqali og'ir holatda tug'ilgan yoki maxsus parvarishga muhtoj chaqaloqlarga alohida e'tibor qaratiladi. Bizda 22 tur, qolaversa mana shu tur hisobiga 66 xildagi apparaturalar mana shu chala chaqaloqlar uchun kerakli bo'ladigan jihozlar bilan ta'minlanib, bu ham esa mana shu chala chaqaloqlarni o'limini oldini olish, perinatal o'limni oldini olish uchun juda katta imkoniyatlar beryapti. Ona va bola markazi nafaqat Qashqadaryo viloyati, balki yaqin hududlar aholisi uchun ham muhim tibbiy tayanch hisoblanadi. Bu maskan orqali sog'lom avlodni tarbiyalash, onalar va bolalar salomatligini mustahkamlash yo'lida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Endi mana sog'lom bola dunyoga keldi deylik. Lekin shu bola bir o'smir yoshdan o'tdi, 13-14 yoshdan o'tdi. Sog'lom bolada ham mana shunday turli kasalliklar yuzaga kelish xavfi ham bor-da. Mana shunaqa xavflarni oldini olish uchun, mana shunaqa holatlarni oldini olish uchun nima qilish kerak? Men pediatr sifatida shu narsani ayta olamanki, bola hayotining masalan birinchi homiladorlikdagi 9 oygacha bo'lgan davri, 2 yoshgacha bo'lgan davri juda ham muhim hisoblanadi. 6 oygacha bo'lgan davrda maksimum ona suti bilan emizish kerak bo'ladi. Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti ham ona suti bilan emizish kerak deydi. Emlashlarni ham o'z vaqtida olgan yaxshi. Agar emlashlarni o'z vaqtida olmaydigan bo'lsa, buni oqibatlari yaxshi emas. Ayrim ayollarimiz roddom tug'ruqxonadan shu vaksinalarni olmaslikka rad qiluvchilarimiz ham shunaqa holatlar ko'p uchraydi. Tibbiy savodxonlik yetmaydi. Men oldimga kelgan paytda roddomni o'zida olmaganlar. Nimaga olmagansiz? Ammo keyin men tushuntirib bergandan keyin bo'ldi, tamom, hozir men sizdan chiqib borib olaman emlashni deb ketishadi. Masalan, o'sha poliomiyelit vaksinasi kashf etilishidan oldin hamma poliomiyelit shol bo'lishganda, mana paralech bo'lishgan. O'sha poliomiyelit vaksinasi ishlab chiqarilgandan keyin ancha muncha уже kamaydi-da. Bu narsa masalan yoppasiga qizamib ko'payib ketadi, yoppasiga ko'tal ko'payib ketadi. Bular nimani oqibatida? O'sha emlashni o'z vaqtida olmagani oqibatida. Endi o'sha tibbiy savodxonlikka oshirish kerak-da. Ko'pchilikda shunaqa qarash bor. Sog'lom bolamga hozir o'sha vaksina bilan kasallantiramanmi degan qarash bor-da. Mana o'sha zarracha bo'lsa ham o'sha kasallikki zarrachasi deb tushunadi ayollar shuni. Shuning uchun menimcha tarmoqlarda har xil noto'g'ri informatsiyalarga, ma'lumotlarga ishonuvchanlik juda ham ko'paymoqda. Bu hammasi tibbiy savodxonlikni pastlaydi. Tibbiyotdagi yutuqlarda xalqaro hamkorlikning ham o'rni juda ham katta. Tibbiy jihozlash borasida xalqaro miqyosda loyihalar amalga oshirildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Tibbiyotdagi yutuqlarda xalqaro hamkorlikning ahamiyatini aniq davlatlar misolida ham yaqqol ko'rish mumkin. Masalan, Germaniya bilan hamkorlik doirasida yuqori texnologiyali tibbiy uskunalar olib kelinib, murakkab jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirish imkoniyatlari kengaydi. Nemis tajribasi asosida malakali kadrlar tayyorlanmoqda. Janubiy Koreya bilan amalga oshirilayotgan loyihalar esa diagnostika va raqamli tibbiyotni rivojlantirishda muhim o'rin tutmoqda. Zamonaviy klinikalar tashkil etilib, innovatsion davolash usullari joriy qilinmoqda. Shuningdek, Turkiya bilan hamkorlik natijasida xususiy va
davlat shifoxonalarida yangi tibbiy markazlar tashkil etildi. Turk mutaxassislari ishtirokida murakkab operatsiyalar o'tkazilib, tajriba almashuvi yo'lga qo'yildi. Xitoy bilan hamkorlik esa tibbiy jihozlash va farmatsevtika sohasida katta imkoniyatlar yaratmoqda. Arzon va sifatli uskunalar yetkazib berilib, tibbiyot infratuzilmasi mustahkamlanmoqda. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, xalqaro hamkorlik orqali tibbiyot nafaqat texnik jihatdan, balki ilmiy va amaliy tomondan ham yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Xalqaro hamkorlik haqida gapirdik. Bu shubhasiz baribir tajriba almashgandan keyin usta bo'lamiz, rivojlanadi, soha yangiliklar tez yetib keladi. Bugungi kunda endi sog'lom avlodni voyaga yetkazish uchun ham davlat tomonidan ham aholi o'rtasida qanday ishlar amalga oshiryapmiz, yana qaysilarini kuchaytirishimiz kerak? Bizning bolalar milliy tibbiyot markazida check-up xizmati joriy qilingan. Ota-ona farzandini faqatgina bemor bo'lganda emas, uni bemor bo'lishidan oldin ham olib borishini targ'ib qiladigan jarayon hisoblanadi. Bu bo'yicha bizning markazimizda amaliy dastur o'rnatilgan. Bu bo'yicha mutaxassislar joriy qilingan. Bu bo'yicha bizga murojaat ko'paymoqda kundan kunga, chunki asta-sekinlik bilan aholi tushunib yetyapti. Ya'ni kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan ma'qul. Ya'ni farzandida biron bir belgi bo'lishi shart emas unda. Unda standart o'tkaziladigan tekshiruvlar mavjud. Ayrim holatlarda kasalliklar ham aniqlanib qolmoqda. Keyin aniqlangan kasalliklarni mutaxassislarga yo'naltirib, bu bo'yicha to'g'ri yechim berilmoqda. Markazimizda yana bir yangiliklardan biri markaz shaharni barcha chala tug'ilgan chaqaloqlarga parvarishi bilan shug'ullanganligi uchun bularda chaqaloqlar retinopatiyasi, demak ko'z kasalligi, ko'rlikka olib kelishi mumkin bo'lgan kasallikni oldini olish va uni davolash bo'yicha oftalmolog mutaxassisimiz bor. Bular mana davlatimiz tomonidan ajratilgan grantlar, qolaversa markazimiz o'zini tashabbusi bilan chet el davlatida, Rossiya davlati va Belorussiya davlatida o'qib keldilar. Mana hozir chaqaloqlarga yuqori sifatli malakali tibbiy yordam ko'rsatyaptilar. Menda bir yaxshi taklif bor edi. O'sha farzandni, masalan, nogiron, o'sha kasal farzandni dunyoga kelishidan oldingi choralar ishlar ham qo'llanilsa zo'r bo'lardi. Maktabda, masalan, o'smir yoshidagi o'quvchilar orasida mana shunaqa alohida bir darsliklar, bir o'sha uchrashuvlar bo'lsa, masalan, o'sha qarindosh nikohlar o'rtasida nikoh bo'lmasligini, oila qurish ilmi bo'yicha 16 yosh, 18 yoshda turmush qurmaslikni o'sha oqibatlari to'g'risida tushuntirish ishlari olib borilsa, ko'pchilik aholi televideniyadan ko'ra, o'sha jurnallardan ko'ra ko'proq ijtimoiy tarmoqni yaxshi ko'rishadi. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham mana shunaqa chora-tadbirlar haqida, masalan, qanaqa oqibatlarga olib keladi, sog'lom farzand tug'ilishi uchun nimalar ishlar qilish kerak, mana shu to'g'risida bir roliklar tayyorlab, endi o'sha roliklarni mutaxassis sifatida sizlar tayyorlab qo'yishinglar kerak-da. Mediada o'sha bo'shliq borki, uni o'sha soxta tibbiyot xodimlari egallab olishyapti. U ham bir yomon oqibatlarni keltirib chiqaryapti. Siz kabi o'sha kuchli mutaxassislar o'sha media maydonini ham egallashi kerak-da. Homilador ayollarimiz sog'lom turmush tarzini olib borish kerak. Ularda birinchi darajada ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanish, homiladorlik bu fiziologiya, bu kasallik emas. Homilador bo'lding deguncha ular yotoshadi. Bizga posteliy rejim. Bola tushish xavfi bo'lganda ham protokollarda yotoq rejimi yo'q. Homilador ayollarimiz qo'rqishmasin, shu yurgan bilan bolasi ularni tushib qolmaydi. Ularda qaytanga tromboemboliya, ya'ni qonda tromblarni kuchayishi, paydo bo'lishi ko'payadi. Shuning uchun bu ayollarimiz to'g'ri ovqatlanib, to'g'ri harakatda bo'lib, to'g'ri turmushini olib borsalar, o'zlarini masalan vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlardan ovqatlanish kerak. Ko'p homiladorlarimiz hozir keladi, bolasi katta bo'lib ketgan. Ularda sahrni, qandli diabet homiladorlik vaqtida juda ham ko'payishiga sabab noto'g'ri turmush tarzini olib borish, noto'g'ri ovqatlanish. Fast foodlarga juda ham ko'p ruju qo'yishgan homiladorlarimiz, shirinliklarga, gazirovanniy har xil ichimliklarga, gazli ichimliklarga, nimaga deganda homiladorlik talab qilyapti. Homiladorlik talab qilmaydi. Har bitta homilador ayolimiz aql bilan shu kelajakda bolasini sog'lig'ini o'ylasa, allergiyaga moyillik kuchayishini xohlamasa, bu ayollarimiz kelajakni o'ylash kerak. Biz tushuntiramiz ularga, siz bitta odamga javobgar emassiz, siz o'sha ikkita odamga javobgarsiz.
endi mana Dilfuza opa, siz o'sha ma'lum bir toifa ayollar haqida gapirdingiz, juda to'g'ri, juda asosli, lekin mana shunday toifadagi ayollarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz borki, ularni ixtiyori o'zini qo'lida emas va ko'pincha qaynonalar o'zini davri bilan qiyos qilishadi, ya'ni o'sha xuddi siz aytgan gapni boshqachasiga qilib talqinda aytilishi ham mumkinda. Ya'ni homiladorlik bu kasallik emas. Biz ham shu jarayondan o'tganmiz, qabilida, ya'ni o'sha kerakli dori-darmonlarni olib bermaslik holatlari yoki o'z vaqtida dam olishga bermaslik holatlari ham mavjud. Mana shunaqa paytda albatta mana shu homilador ayolni atrofidagi, yon atrofidagi odamlarni ham ko'magi, e'tibori juda ham muhim. Har bitta homilador ayolimizga butun oila javobgar. Ya'ni oilada qaynota, qaynana, turmush o'rtog'i, nimaga deganingizda bizani o'zbek kelinlarimiz siz aytganingizdek hammasini erki juda ham qo'lda emas. Masalan, har bitta homilador ayolimizni qaynota, qaynonalari, xo'jayinlari o'ylashi kerak, bu farzand bizning kelajagimiz. Bugun biz ona va bola salomatligi uchun yaratilgan imkoniyatlar haqida ko'p gapirdik. Ammo hamma sharoit yaratilganda ham jamiyatimizda mana shu ikki muhim bo'g'in salomatligiga e'tibor, qarashlar, o'ziga xos madaniyat shakllanmas ekan, yuqoridagi islohotlar kutilgan natijani bera olmaydi. Va biz ishonamiz, bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi, faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli.